Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashallah, mana afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Yaxshi videoga oling Abdumo'min aka. Allohu akbar. Sahro kemasi. Mashallah, tabarakalloh, mo'jiza, mo'jiza. Alloh akbar. Birinchi marta tega chiqishimi? Subhanallazi sakhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Allohu akbar. Mashallah, tabarakalloh. On qaranglar, mashallah akani. Mana manzarani qaranglar. Jabalun Nur. G'arg'ira. Mana bu yersa xo'p, o'sha Hiro muzeyi deb qo'yiladi. Hozir qolgan tafsilotlarni ham inshaalloh sizlarga tashlab boramiz. Mana qaranglar, mana biz yigitlarni mana. Karvonda ketyapmiz. Karvon ko'rdim, tuyalari nima deydi u yog'i? Bo'zlab kelur. Joniga. Mashalloh, tabarakalloh. Bu safar shunaqa bir narsaki, safarda o'sha borgan yeringizdagi narsalarni ko'rib, ularni bir foydalanib, ovqatidan yeb, narsalardan foydalanishlik ham bir ibrat uchun safarda odoblaridan hisoblanadi, birodarlar. Nima qilasan endi chiqib, nima qilasan endi borib deb qo'yamiz-ku. Bu narsalarda ko'p yaxshiliklari bor. Safar shunaqa bir bo'lish kerakki, shunaqa safar bo'lish kerakki, o'sha borgan joyingiz madaniyati bilan tanishishingiz kerak. Urf-odati bilan tanishishingiz kerak. Ovqatlarini yeb ko'rishingiz kerak. Odamlar bilan gaplashishingiz kerak. Shunda bunda bir safarda mazasini tuyasiz. Bo'lmasa, "Qa bordim, bilmadim, tushunmadim" deb qaytib kelaverasiz. Shunaqa ekanda endi. Mashalloh. Karvon ko'rdim, tuyalari mo'zlab kelar. Nortuyada meni yorim bo'zlab kelar deb. Bunda ham biroz aslida bir ajib bir mazmunlar, ma'nolar bor. Ha, yigitlar, qalaysizlar? Yaxshida. Ha, mashalloh. Mashalloh, tabarakalloh. 10 riyal aka bu. 5 minut, 10 minut bo'lsa ham bir ajoyib bir hissiyot bo'ldi. Tuyada shu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Madina Munawvaraga hijratlarida holatni bir his qildim-da, mashalloh, tabarakalloh. Ajib bir manzarada. Mashalloh. Manzilga endi xudo xolasa qolgan boshqa yerda minamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ajib bir manzaralarda guvoh bo'lyapmiz. Mashalloh, mana Makka mukarrama bo'lmasdi, mana xurmolar ham bo'lyapti, pishyapti. Ko'ring, ajib bir manzaralar. Foydalanish kerak-da vaqtdanchi. Mana 1,5 soat, 2 soat vaqtimiz o'tdi. Zato deydi-yu, hurmatli hoji akalar. Makkani bir tabiatini aylanib chiqdik.